Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun siz bilan o'zbek jadid adabiyotining yorqin yulduzi, ma'rifatparvar yozuvchi Abdulla Qodiriyning Mehrobdan chayon romani haqida so'z yuritamiz. Abdulla Qodiriy o'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri bo'lib, o'z asarlari orqali xalq hayoti, jamiyat muammolari va inson taqdirini chuqur tasvirlagan. Uning Mehrobdan chayon romani ham ana shunday mazmunli va ta'sirchan asarlardan biri hisoblanadi. Ushbu roman 1929-yilda yozilgan bo'lib, unda Buxoro amirligi davridagi ijtimoiy hayot, adolatsizlik, amaldorlarning zulmi va oddiy insonlarning og'ir taqdiri tasvirlangan. Asar nafaqat muhabbat tarixi, balki jamiyatdagi illatlarni fosh etuvchi muhim ijtimoiy asar sifatida ahamiyatga ega. Romandagi voqealar markazida Anvar obrazi turadi. Anvar bilimli, ziyrak va adolatparvar yigit bo'lib, u haqiqat uchun kurashishga tayyor inson sifatida namoyon bo'ladi. Uning xarakterida jasorat, vijdon va insof kabi fazilatlar mujassam. Anvar jamiyatdagi nohaqliklarga qarshi chiqadi va zolim amaldorlarning qilmishlarini tanqid qiladi. Asaridagi ikkinchi muhim obraz Ra'no obrazidir. U go'zal, oqila va samimiy qiz bo'lib, Anvarning sevgilisi hisoblanadi. Ra'no obrazi orqali muallif pok muhabbat, vafo va sadoqat kabi insoniy fazilatlarni ko'rsatadi. Anvar va Ra'no o'rtasidagi muhabbat asarning asosiy lirik yo'nalishini tashkil etadi. Biroq ularning baxtiga jamiyatdagi nohaqliklar va to'siqlar xalal beradi. Romanda amaldorlar, din peshvolari va mansabdor shaxslar obrazi orqali jamiyatdagi salbiy holatlar ochib beriladi. Muallif ayrim din namoyandalarining o'z manfaati yo'lida dindan foydalanishini qattiq tanqid qiladi. Asar nomi Mehrobdan chayon aynan shu holatga ishora qiladi. Mehrob muqaddas joy bo'lsa-da, undan chayon chiqishi, ya'ni muqaddaslik ortida yovuzlik yashirinishi mumkinligini anglatadi. U ramz orqali muallif jamiyatdagi ikkiyuzlamachilikni ochib beradi. Asarda Buxoro amirligi davridagi ijtimoiy muhit juda aniq va real tasvirlangan. Odamlar o'rtasidagi tabaqalanish, boy va kambag'allar o'rtasidagi farq, oddiy xalqning huquqsizligi yorqin ko'rsatilgan. Shu bilan birga muallif inson qadri, adolat va haqiqat kabi abadiy mavzularni ko'tarib chiqadi. Asar insonni adolatli bo'lishga, haqiqatni himoya qilishga va har qanday yovuzlikka qarshi kurashishga chorlaydi. Shu jihatdan u tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan bebaho asar hisoblanadi. Aziz kitobxon, ushbu asarni sizlarga ham o'qish uchun tavsiya qilaman.